Ancha sekin Ana to'kildi. Idish to'lgandan keyin ham ichiga mana shuncha narsani sig'dirdi. To'kilgungacha ham. Buning sababi sirtaranglik kuchi edi. Suyuqliklarning sirtida bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan parda bor. Sirt taranglik deydi uni. O'sha sirt taranglik kuchi buni sirtini buzilishiga yo'l qo'ymaydi. U ichkariga qarab yo'nalgan bo'ladi. Suyuqlikning sirtida bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan yupqa parda bor. O'sha parda suvni to'kilishiga yo'l qo'ymaydi ma'lum bir miqdorgacha. Tushundingizmi? Ko'tarilib ketavermaydi. Ma'lum bir miqdorgacha tepaga ko'tariladi, keyin sirt taranglik buziladi, boya parda yirtiladi, boshqacha tushuntirsin. Oyoqlari uzun pashshaga o'xshagan hasharotlar suvning ustida yugurib ketadi. Nimaga? yengil. Ular juda yengil bo'lgani uchun sirt taranglik kuchi, ya'ni boya aytgan pardam ular bemalol ko'tarib turadi. Uchi bilan tashlagan vaqtimiz ham kirib ketyapti. Yon tomon bilan tashlagan vaqtimiz cho'kmayotgan sababi bosim kam bo'ladi bu paytda. Buni botirishiga to'sqinlik qiladi, botirishimizga. Mana. O'sha sirt taranglik pardasi sirt taranglik kuchini hosil qiladi.